Qadrli obunachilar, barchangizga assalomu alaykum. Temurqul kanalimizga xush kelibsiz. Mana bu mini traktorimizni ham tayyorlab tugatdik. Hozir mana oldidagi jatkalargacha o'rnatib, ishlatib, faqat orqa frezasini hali ishlatib ko'rganimiz yo'q. O'tgan safargi videoga ham ramalarni, o'lchamlarni aytgan edim. Hozir yana bir bor aytib, to'liq tushuntirib o'taman. Hozir mana bu yerda skors richagini ham bir tomonga olganmiz. Shularni ham qanday o'rnatilganini ko'rsataman. Birinchi navbatda to'liq o'lchamidan boshlayman. O'tgan safar ham ramani o'zini alohida aytgan edim. Hozir yana qo'shimcha o'lchamlari bor. Shularni hammasini aytib o'taman. Demak, birinchi navbatda ramadan boshlasak, rama 8 lik shivillerdan tayyorlangan. Demak, ramani old qismini uzunligi 30 cm barobar. Mana shuni, mana pastki qismidan jatkani mana bu qo'tiriladigan qismi mana shu yerdan qo'tirilgan bolt bilan, ikkita bolt bilan qo'tirilgan va jatkani o'zi ham mana pastki tomondan mana bu yerga qo'tirilgan. Buni qo'tirmasa agar jatka bir xil mana shu boltning o'zida turmaydi. O'ynab mana bu yerdan sindirib olishi mumkin. Jatkani mana bu temirdan yoki shivillerdan yoki boltni uzadi. Shuning uchun pastdan qo'yilgan. Ana undan keyin ramani mana bu qismi, uzun qismi bor. Bu mana bu yergacha kelgan. Mana o'rtada bu tomonga qarab shiviller o'tgan. Mana shuni mana shu yergacha kelgan. Hozir ana shuni uzunligini o'lchaymiz. Mana demak, bu tomonni shu yerdan qo'ydik. Mana bu tomoni esa barobar 1 metr. Ana endi mana bu balkani qo'tirilgan qismi. Balkani qotirish uchun mana bu yerda oraliq masofasi, mana oldidagi ramani, oldidagi mana bu shivillerdan oraliq masofasi 1,5 cm joy tashlangan va mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin 1 cm listdan eni 4 cm mana shu yerga ramani o'ziga svarka qilingan va ikkita bolt bilan mana bu podshipnik qo'tirilgan shu yerga. Podshipnikni o'rtasidagi mana bu kruglak esa bu balkani o'rtasida turibdi. Mana balkani o'rtasidagi kruglak. Mana shu podshipnik bilan bir tomonga qo'tirilgan. Umumiy uzunligi mana shu kruglakning uzunligi mana shu yerdan boshlanadi va mana bu yergacha 30 cm barobar. Bu yerdagi balkani o'lchamini aytishim shart emas, chunki har kim mini traktorning enini har xil qiladi. Siz mini traktor qilishdan oldin birinchi navbatda g'ildirakning o'rtasidan ikkinchi g'ildirakning o'rtasigacha necha santimetr bo'lishi kerak, shuni aniqlasangiz, shunga qarab o'rtadagi balkaning uzunligini shunga qarab taxlasa bo'ladi. Shuning uchun buni har kim o'zi xohishiga qarab taxlaydi. Buni pastki qismlarini ham aytib o'tganman. Bu yerda oddiy kruglakdan vtulka qilingan. Yuqorisida ikkita podshipnik, pastda ikkita podshipnik. Stupitsani o'zi esa VAZ avtomobilniki va stupitsa mana yuqori qismida mana bu yerga tiyaga qo'yilgan. Bu tiyaga esa to'g'ri mana shu yerdan keladi. Shakliga ham e'tibor berasiz. Mana bu yerdan o'zgina rama tarafga qayrilgan. Buni sababi mana g'ildirakdan qayirgan paytimiz tegmasligi uchun. Undan so'ng mana yuqoriga bundan kelib rulovoy kolonkani mana tiyagasiga ulangan. Rulovoy kolonka Moskvich avtomobilniki. Bu ramani mana shu 1 metrlik oldindan keladigan shivillerni mana shu boshidan boshlangan qo'tirilishni. Bu yerda 3 ta bolt bilan qo'tiriladigan mana bu temir list birinchi navbatda pastki shivillerga svarka qilingan va ikki burchagidan ikkita list burchagi qo'yib baqatroq qilingan buni. Undan keyin Moskvichni mana bu tiyagasi asli pastga qarab o'tirgan bo'ladi. Buni mana bu yerdan ochiladi va yuqoriga qo'yib mana shu yerga qo'tiriladi. Rulovoy kolonkani birdan aytib o'taman. Mana bu qismi ham Moskvichning o'ziniki. Yuqori qismi esa VAZ avtomobilniki qo'yilgan. Buni o'ynamasligi uchun mana bu yerda Zuberda o'zini akkumulyator qo'yadigan va datchiklar qo'yadigan qismi. Shuni ustida mana listdan mana bu tomoni aylana qilib teshilgan va rulovoy kolonka shu yerga o'tkazilgan. Mana shu holatda rul o'ynamaydi, bir xil turadi. Undan keyin yana o'lchamini mana shu yerdan boshlaymiz. Mana buni qaytgan qismi ramani mana shu yerdan mana burchakgacha 24 cm va mana shu burchakni mana bu yerdan qo'tirilgan qismi ramani o'rtasidan o'lchaganimizda hozir mana bu to'g'risidan turibdi. Mana bu tomoni esa
30 santimetrga turibdi. Va mana bu yerni ham o'lchaymiz. 14 santimetr. Undan keyin yana mana bu yerda bitta shiveler qotirilgan. Shivelerni mana bu yerdan ko'rinadi. 160 talik shiveler. Balandligi esa 22 santimetr. Buni qotirilgani ramani o'rta qismidan o'lchaydigan bo'lsak, mana shu yergacha 17 santimetr. Mana bu tomonigacha 17 santimetr. Mana shu yerdan qo'ysa, motor bilan orasi ham minimaldan zazor qoladi va oyoq qo'yadigan qismlari ham anchagina keng qoladi shu paytda. Bu o'sha Zubur motoblokning o'zini akkumulyator qo'yadigan joyi. Buni mana bu bitta oyoq qismi qotirilgan hozir shvillerga. Ikkinchi qismi esa tekis turgan bo'ladi. U ham alohida qotirilgan bo'ladi. Buni mana bu yerdan kesib, ikkinchisiga svarka qilinadi va bu yerdan ikkita bolt bilan mana shu shvillerning o'ziga qotiriladi. Bemalol mana shuni o'zi kuchi yetadi buni qotirib qimirlamasligi uchun. Undan keyin raman orqa tarafini enini o'lchaymiz. Umumiy enini o'lchaganimizda 62 santimetrdan ozgina uzunroq, 63 santimetr desak ham bo'ladi. Shundan keyin ramani orqa tomonining umumiy uzunligi 96 santimetr. Raman asosiy o'lchamlari bo'ldi. Undan keyin mana bu detal qo'yilgan. Bu motoblokning o'zini ruchkasi bo'ladi. Buni mana shu yerga o'rnatganmiz. Buni mana bu pastki qismida ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda kruglak, bu yerda vtulka bilan ramaga qotirilgan va mana bu ham kruglakning o'ziga svarka qilingan. Buni mana bu tomonda prujinka va mana bu yerda mana bu tishlik detalga kirib o'tiradigan uchlik kruglakdan yuvinib shu shaklda taxlangan. Buni mana bu yerda ruchkani bosganimizda pastdan chiqadi va bemalol mana bu orqa frezani ko'tarib tushirishga mana shu narsa ishlatiladi. Demak, mana shunday bosamiz va pastga tushirsak, mana shu paytda freza ham pastga tushadi. Yana ko'tarib yildirib qo'ysak bo'ladi. Yana ko'tarib mana shu shaklda bemalol qo'yib haydab ketaversak bo'ladi. Undan keyin ikkinchi taraf mana bu tomonda ham demak, mana shu kruglak to'g'ri kelgan, mana bu yergacha. Faqat mana bu ruchkasi kruglakning o'ziga svarka qilinmagan. Bu vtulka bilan qo'yilgan. Sababi bu ikkinchi taraf bilan bir xil bo'lishi kerak emas. Chunki buni alohida ko'targan paytimiz bu jatkani ko'tarib tushiradi. Buni ham xuddi shunday ruchkasini bosamiz. Mana bosganimizdan so'ng qo'yaversak, buni xohlagan tishini orasiga qo'yib, balandligini shunga qarab sozlab olsak bo'ladi. Bu yerda jatkani o'ziga hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. Jatkani o'ziga mana bunaqa detal bo'ladi. Shuni ustki qismidan to'g'ri mana bu yerga kelib ulangan. Boshqa hech qanaqa o'zgartirish yo'q. Buni pastki qismida prujinkalari bo'ladi. Mana bu yerda bittasi, ikkinchisi esa mana bu tomonda. Shuni o'zi bilan ham jatkani ko'tarilishi ancha yengil. Agar og'irlik qiladigan bo'lsa, mana bu yerda drelma teshib qo'yganmiz va ramani mana bu qismida ham bitta detal o'rnatilgan. Mana shu oraliqda prujina qo'yilsa, bundan ham yengilroq bo'ladi. Bundan keyin yana asosiy qismlaridan mana bu yerda ham natajnoy qo'yilgan. Chunki mana bu motordan keladigan remen to'g'ri keladi. Mana bu yerda o'rtada podshipnik va remenni tarangligini tortishimiz uchun mana bu yerda ramani qotirilgan qismga mana 4 ta bolti bor motorni. Shuni bo'shatib, oldida esa mana bu bolt bor. Buni mana bu tomondan motorni tortib, remenni tarang qilib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda esa unaqa joyi yo'q. Shu sababli mana bu yerda qotirilgan. Shu yerdan pastga tushib, bu tomonga podshipnik bilan kelgan va orqa tarafda esa prujinka bilan remenni tarang qilib tortib o'tiribdi. Ana endi asosiy qismi skorost richagini ko'rsatib o'taman. Hozir buni tushirib olamiz. Skorost richag. Demak, mana bu yerda o'zini
Usta krishkasi bo'ladi. Krishkani yuqori qismi kesiladi. Faqat mana shu qismi kesib olinadi-yu. Va mana bu yerdan ikkita kruglak, turba farqi yo'q. Qanaqa detal bo'lsa ham qo'yiladi. Mana bu skorsni urgan paytimiz tepaga pastga bir xil o'ynashi uchun. Undan so'ng buni uchki qismida mana bu yerda kruglakdan vtulka qilingan. Vtulkani o'rtasi teshik va vtulka mana shu skors rishakning o'ziga svarka qilingan. Undan so'ng mana bu yerda P-obrazli detal bolt bilan qotirilgan. Bu o'ynab o'tiradi va kruglak bilan mana bu tomonga kelgan. Bu tomonda ham xuddi shu narsa, mana shu yerdagi detal. Bu demak yuqoridan pastga qarab turibdi. Mana bu yerda esa bu tomondan ikkinchi tomonga qarab ketgan. Buni hozir ishlatishni ko'rsataman. Hozir demak mana yuqoridan pastga olish uchun mana shunaqasiga o'ynaydi. Skorsga urish paytimizda esa bu yerdan mana shu shaklda ikki tomonga borib kelib skorsga ursa bo'ladi. Motoblokni yig'ishda mana shu qismi anchagina vaqtimiz oldi. Bu juda ham qiyin bo'ldi. So'zlab olganimizcha. Shundan keyin mana bu yerdagi bitta richak bor. Bu bitta balonni qo'shib ayiradigan. Chunki buni reduktorning ichida ikkita g'ildirak har doim bir xil qo'shilgan bo'ladi. Qaytib olayotgan paytimiz, shunaqa paytlarda bitta g'ildirakni bo'shatib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa, oldindagi g'ildirakni burganimizda ham traktorni bir tomonga qarab to'g'ri surib ketishi mumkin. Shu sababli qaytayotgan payti ko'tarib qo'ysa agar bitta g'ildirak bilan bemalol yuraveradi. Asosiy o'lchamlarni aytib tushuntirib o'tdim menimcha. Savollaringiz bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldiring. Iloji boricha harakat qilamiz javob qaytarishga. Videomiz yoqqan bo'lsa yoki foydali bo'lgan bo'lsa albatta like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda uchrashguncha xayr do'stlar.